6 sotixli joyimiz chiqib qoldi. Qarang, tekstil tarozisi hamma biladi, Nazarbek tekstilni biladi. Qarang. Bu ko'chasi bo'ladi, hammadan chiqasiz, hammasi dashni hisobi turibdi. Bizning sotuvga chiqqanimiz, xonadonimiz shu bo'ladi. Qarang, 6 sotuv bo'ladi. Qarang, ichkarini juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Qarang, bismillah deb kirdik. Amki tandir o'choqlarni yasab qo'yish. Jadvalam bor. Okalar o'tirishibdi, suhbat qilib, yomon joy emas ekan. Havosi ham yaxshi. Endi ichkarida bitta xonalarni ham sizlarga ko'rsataman. Qarang, bitta hol bo'ylab kirdik, mana bitta katta xonani remont qilib qo'yishgan. Endi qarang, yashash imkoniyatini beradi, lekin svet bor, suv artizan ekan. Mana bu yerda betliga sanuzil qilib yuborasiz. Yan gaz turbasini ulash imkoniyatiga egasizlar. Endi bitta ahamiyat qiladigan joylarni aytaymi, mana qarang. Bu odam o'zi uchun qilgan tunukalarni tegiga tashlagan taxtalarni qarang, sifat. Endi mana bu bog' qo'yganlar. Mana pastlikka tushasiz, nariyoqda bitta qo'yxona, molxona, otxona, leb bo'yni qilsangiz bo'ladi. Ko'rsa 6 sotuv. Qo'yxona orqasida zaxvati ham bor ekan. Endi qarang, tekstil tarozdan o'tdi. Tarozda hamma biladi. Narxi $45,000. 6 sotiqli joyimiz. Dacha qilasizmi? Kelasiz, oshna og'ayni bilan o'tirib, mamki qo'y boyligingiz, ot boyligingiz chiroyli holatda joyimiz. Narxini ideal qo'ydik. Mana ko'rsatib o'ting yana. Mana Amitga mollarni boylasangiz bo'ladi. Antga orqasida bor somon, pomon, taxiz, mamki basseyn ham to'g'ri qo'ysiz, bu yoqdan ko'rinishi. 6 sotiq. Narxi 45,000 bo'ldi. Tekstil tarozida oldida. Raqamlisini qoldiraman, srochniy baraka qilib yuborish kerak, egalariga pul zarlagan. Dokument, xat hujjatdan muammo yo'q, kadastr hujjatlari bor. Bu dashni bo'ladi, lekin dokumentlar chiqqan. Chotki. Raqam qoladi, qo'ng'iroq qilib barakasini qilsanglar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.